Bizni tartibimiz biroz boshqacharoq, chunki sizlar bilan savol-javob qilmaymiz. 1 soat o'tamiz darsni bittada. Lekin bolalarga biroz boshqacharoq meni uslubim. Aytaman, kimdir xohlasa boshqacharoq uslubni qo'llab ko'rishi mumkin. 40 daqiqani 2 ga bo'lib o'tiladi. Birinchi darsda faqat gapiriladi, chunki so'raydigan narsa yo'q. Birinchi darsni siz boshlab berishingiz kerak. Boshlab tushuntirib berilsa, keyingi ikkinchi darsdan savol-javoblar boshlanadi. 40 daqiqa, keyin orada bir 10-15 daqiqa tanaffus, yana 40 daqiqa qilinadi. Bu aynan maktab uslubiga mos hisoblanadi. Chunki sizlar mana yoshi kattasizlar, tushunasizlar. 1 soat sabr bilan o'tira olasizlar. Lekin bolalarga 1 soat biroz og'irlik qilishi mumkin. Bo'lib ham boshlang'ich bosqichda turgan, ilk bosqichda turgan bolalarda birdan og'ir qo'rilsa, biroz xatoroq bo'ladi va darsni tushuntirish uslubi ham ancha yengil bo'lishi kerak boshida. Mana saralangan guruh bor. Saralangan guruhga nisbatan murakkabroq masalalarni tushuntiraman. Lekin boshlang'ichda yengil bo'ladi. Bo'lib ham birinchi darsda juda yengil, hazmi oson bir uslubni tanlashimiz kerak. Birinchi darsdan ana o'zingizni ilmiy anaqalaringizni tushuntirib ketsangiz, bola tushunmaydi. Uyda ham xuddi shunaqa. Bolaga leksiya o'qish kerak emas. Ma'ruza o'qish kerak emas. Yo'q. Uni tilida sodda qilib, 4 yoshli bolaga gapiryapsizmi, o'shani yoshiga mos. Uni holatiga pastroq tushib turib, bolacha tushuntirishingiz kerak. Mana bog'chada ishlayotganlar ham bor oranglarda. Unda ko'proq rasmlar bilan ishlaymiz, bo'yab narsalarni ishlaymiz. Tarbiya bilan o'sha rasmlarni uyg'unlashtirib olishimiz kerak. Bu endi joiz deyilgan bolalarga ta'lim uchun rasm chizish va chizdirish. Hatto kitoblarda ham rasmli qilib chiqariladi. Bu ta'lim uchun, zarurat uchun joiz deyiladi. Endi yosh kattaroqlarga faqat aytib tushuntirsa bo'ladi, lekin imkoni borlar xonada yoki mana bu Zoom dasturida bemalol turli bir suratlar, videolar, proyektorlardan foydalanib yanada qiziqarli o'tishlari mumkin.